Oktyabr oyida dunyoga kelgan insonlar o'ziga xos go'zallikka ega. Ular mehribon, samimiy va halol bo'lishadi. O'z atrofdagilarga iliqlik taratib, hamma joyda e'tibor va hurmat qozonadilar. Har bir so'zlari qalbdan chiqadi. Har bir odat esa insonlarga o'rnak bo'lishga arzigulik. Bularning yuzida doim tabassum, ko'zida esa samimiyat jilvasi porlab turadi. Chiroyli va xushbichim bo'lib, har bir qadamida odamlarni o'ziga jalb qiladilar. Bu insonlarni bir qarashdayoq yoqtirib qolish mumkin. Chunki ular ozodalik va tartibni yaxshi ko'radilar. Doim toza, ozoda va did bilan kiyinishadi. Gaplashganda esa odob va hurmatni saqlab, suhbatdoshiga iliq kayfiyat ulashadilar. Oktyabr oyida tug'ilganlar, sizlarning hayotingiz fayzu barokat, qalbingiz esa doim quvonchga to'lib yursin. Mustahkam sog'lik, cheksiz baxt va yorqin orzular tilaymiz. Har bir kuningiz nurli, har bir qadamingiz omadli bo'lsin. Baxtingiz charaqlab, yo'lingiz yorug' bo'lsin. Umringiz tinchlikda, qalbingiz to'liq bo'lsin. Sog'lik, shodlik doim yoningizda yursin. Oktyabrda tug'ilganlar, baxt hamisha ortingizdan ergashib yursin.